Qo'lingni ol. Men nima dardda yuribman-u, sen nima dardda yuribsan? Akam uy sotib, men uysiz qolaman deb o'ylamading. Xavotir olma. Uyga sotmayman. O'zimni muammoyimni o'zim hal qilaman. Tushundingmi? To'xtang, boshqa gapim bor edi. To'xtang. Mani boshqa ilojim yo'q. Hozircha 2 xonali do'mda yashab turaman. Uyga sotmasam bu muammoni hal qila olmayman. Mirzaka! Assalomu alaykum. Mirzaka, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Oldingizga maslahatga chiqdim. Tinchlikmi? Mirzaka, bilaman, uy bilan shug'ullanasiz. Hozir menga 30 ming pul juda ham zarur. Uy sotish niyatim yo'q edi, lekin sotmasam bo'lmas ekan. Iltimos, shuni o'zingiz amallab bering. Menga qarang. Yaqinda beqiz janisi kelib ketdi. Uy sotaman deb. Tinchlikmi o'zi? Xabarim bor. Menga ham aytgandek bo'luvdi. Menimcha cho'chiyapti shakl. Xavotir olmasan, uni uyiga men tegmayman. O'zi nimaga pul kerak ekan unga? Xabaringiz yo'qmi? Uyini 90 mingga baraka qilib qo'ydim. 60 mingga dom topib berdim. Qolgan 30 ming sizga bermoqchi edi. Tushunmadim. Menga? Menga nima berar ekan 30 mingni? Sizga xabaringiz yo'qmidi? Menda bitta farzand bor dedi. Sizda 5 ta farzand bor. Qolgan pulni 30 ming sizga yordam bermoqchi edi. Yo'q-e. Jiyanim shunaqa dedimi? Bilib bilmasdan jiyanimni dilini og'ritib qo'ydim. U menga yaxshilik qilish niyatida qilayotgan ekan hamma ishlarni. Men nima qilib qo'ydim nodon. Gapini oxirigacha ham eshitmadim. O'zimni muammoyimni o'zim hal qilaman. Tushundingmi? To'xtang, boshqa gapim bor edi. To'xtang.